Odatda bu mavzuda Kylian Mbappe yoki Erling Haaland kabi hujumchilar tilga olinadi. Ammo bu safar Chempionlar Ligasi tezlik reytingida mutlaqo yangi ism birinchi o'ringa chiqdi. Xalqaro sport tadqiqotlari markazi guruh bosqichida eng tez futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. Ko'pchilik odatiy yulduzlarni kutgan edi. Ammo ro'yxatning yuqori qismida 21 yoshli himoyachini ko'rib, hamma hayratda qoldi. Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov zamonaviy markaziy himoyachi tushunchasini o'zgartirdi. U soatiga 35,8 km tezlik qayd etdi. Bu natija unga dunyodagi eng xavfli hujumchilarni ham quvib yetish imkonini berdi. Joriy mavsumda City safida otiga 4 o'yin o'tkazgan bo'lsa-da, u nafaqat taktik fikrlashi, balki chaqqonligi bilan ham ajralib turdi. U bu tezlikni qarshi hujumlarni to'xtatish, yo'qotilgan pozitsiyani tiklash va Yevropaning eng tez qanot o'yinchilarini neytrallashtirish uchun ishlatadi. Himoyachi uchun tezlik shunchaki raqam emas. Bu ustunlik